Assalomu alaykum. Yarim avtomat kir mashinasini uy sharoitida tuzatishni hozir ko'rib o'tamiz birgalikda. Bu mashinamiz suvni siqqan vaqtiga suvni chiqarib yubormasdan o'tadigan tomonga yig'ib qo'yapti. Bu uchun hozir biz birgalikda orqa tomonini ochib ko'ramiz. Mana shu qopqog'ini olamiz. Bir ochgan shurupchalarimizni aniq joyga olib qo'ying. Bularni qaytadan yig'ishga kerak bo'ladi. Mana shuni ochishimiz kerak. Ichiga har xil musulchalar yig'ilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Hozir bu yerda faqat suv bor ekan. Chiqqanda ko'rinadi. Endi boshqa tomonini ochib ko'ramiz. Buni qaytadan joyiga mahkam qilib yopib qo'yishimiz kerak. Mana bu tomonini ham ochib ko'rishimiz kerak. Mana tag qismida buni ochadigan bo'ltlar bor. Shularni ochib olamiz. Chiqarish ozgina murakkab ekan. Sal ehtiyotkorlik bilan chiqarib olamiz. Buni ham mana shu shurupchalarni ham ochib olamiz. O'zini alohida qilib chiqaramiz. Voy, bu mana ichiga tanga tiqilib qolgan ekan. Buni bu yerdan chiqarib olib bo'lmadi. Shu sababli buni mana bu shlangini klayini ko'tarib olishga to'g'ri keldi. Mana shu yerdan chiqarib olib, keyin tangani oldim. Uni qaytib joyiga ustanovka qilgan vaqtiga uni o'zini germetik kleyi bor. Uni germetik kley qilib, keyin joyiga tiqib qo'yish kerak. Bo'lmasa suvni qo'yib yuboradigan bo'ladi, tagiga suv oqadi. Qaytib mana joyiga o'tiramiz, mahkamlab. Buni joyiga qo'yib, tagidagi boltlarni qotirib olamiz. Orqa tomondagi krishkasini ham keyin mahkamlab qotirib olamiz. Uni esa klaylab qaytib joyiga tiqib qo'yishimiz kerak. Hozir menda kley yo'qligi uchun shuni tiqib qo'ydim. Endi ishlashini ko'ramiz. Suvni chiqarmayotganda, tomchilab ketayotganda shlangidan endi ko'ramiz suvni qanday chiqarishini.
ishlashi yaxshi. Quritadigan tomoni ham ishlayapti. Endi suv chiqarishini ko'ramiz birgalikda. Mana suv ham chiqardi. Oldin suvni chiqarmayotgandi, tomchilab chiqaydi. Suv faqat quritadigan tomonga yig'ilib qolayotgandi. Mana endi tayyor bo'ldi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.